Ingliz tilini biladigan yoshlarga nima deb o'ylaysiz? Toshkentda yoki Samarqandda qolib o'qish yaxshimi yoki chet elga, Buyuk Britaniyaga, Angliyaga borib o'qish yaxshimi? Ingliz tilini biladigan bo'lsa agar chetga borib o'qish kerak deb o'ylayman. Angliyaga menimcha. Ko'proq Yevropaga ketish menimcha. Westminsterda yoki chetda demoqchisiz-da? Shunday. Chetda. Angliyada albatta. Endi mening shaxsiy fikrim albatta. Har kim o'z vatanida qolgani yaxshi. Men shunday deb bilaman. Hozirgi vaqtda O'zbekistonda xorijga borishni xohlayotgan yoshlarning soni kundan kunga o'sib bormoqda. Buning sabablari esa rivojlangan mamlakatlar, yaxshi ta'lim olish maqsadi va albatta yuqori daromad. Natijada esa menda bir savol paydo bo'ldi. Shu mamlakatlarning rivojlanib ketish sababi nimada? Keling endi bu savolga javob topishdan oldin statistikaga nazar solamiz. 2021-yilning statistikasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, eng ko'p kitob o'qiydigan mamlakatlarning top 10 reytingida Xitoy birinchi o'rinni egallagan. Aholining deyarli 79% asosiy vaqtini kitob o'qishga sarflaydi. Agarda kitob o'qishni biz ham o'zimizga odat qiladigan bo'lsak, yaqin yillarda O'zbekiston nomi ham shu reytingda paydo bo'ladi va mamlakatimizning rivojlanishiga o'z hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Bu videoni kitob o'qishni yoqtiradigan do'stingizga yuborsangiz, o'ylaymanki, uning kitobga bo'lgan qiziqishi yanada oshadi.